Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar, bugun biz sizlar bilan Qo'qon xonligi haqida gaplashamiz. Mavzu Qo'qon xonligida ta'lim va madaniyat. Xonlikda ta'lim tizimi an'anaviy 2 bosqich maktab va madrasadan iborat bo'lgan. 19-asr o'rtalarida xonlikda Qo'qon, Marg'ilon, Andijon, Toshkent, Xo'jand, O'sh shahrida jami 300 dan ortiq madrasa faoliyat ko'rsatgan. 2 yildan 5 yilgacha davom etgan quyi maktab 10 nafardan 30 nafargacha o'quvchini qamrab olgan. Qiz bolalar maktabi alohida bo'lib, ularga ota-onalar dars berishgan. Qo'qondagi Nortabiy, Jome, Chalpak, Oliy, Modarxon, Kamol qizi, Dasturxonchi, Miyot, Hazrat madrasalari Toshkentdagi Ko'kaldosh, Baroqxon, Mo'yi Muborak, Beklarbegi, Eshonquli Dodixon, Yunusxon, Mahmud Dasturxonchi, Normuhammad Qushbegi va Abdulqosim Eshon madrasalari, Xo'janddagi Muslihiddin madrasasi, Marg'ilondagi Said Ahmadxo'ja madrasalari xonlikdagi eng mashhur madrasalardan hisoblangan. Maktablarda Sofiy Olliyor asari o'rganib bo'lingach, Sharq olamida mashhur bo'lgan 13-asrda yashab o'tgan Sa'diy Sheroziyning Bo'ston va Guliston asarlari o'rganilgan. Navoiyning she'riy to'plamlari hamda husnixat hisob-kitob, arifmetika ham o'qitilgan.